أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله تعالى iltifati bilen Sure Al İmran'ın 152. ayeti geldik. Алдыңғы сааттық оқыған дәрістерімізде Ухud ғасыға алақадар әхкамлар оқып келіп жатқан. Қазір Ухud ғасыныңки Ухud ғасыға алақадар мәзмұнларынікі давамын оқиды екенбіз. Ярдәм қандай вақытта Аллахның ярдәмі келеді, қандай вақытта Аллах Таала ярдәмні бәмейді. Шуныңға жауап шыққан hazır. Бүгін оқиған дәрістеріміздің. استعيذ بالله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكهم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Yani وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ. Allah Teala sizlerge vədisini əməlge aşurdu. Nemi toğrısıdaki vədini degan çağda düşmanlarga karşı yardım ata qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib o'tatdinglar. Alloh sizlar yoqtirgan g'alabani ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Alloh sinash uchun sizlardan dushmanni qaytardi. Ya'ni sizlarni g'alabadan mag'lubiyatga yuzlantirdi. Va sizlarni haqiqatan afv qildi. Alloh mu'minlarga marhamat qiluvchidir. Va'dahu. Allohning va'dasi nimadan iborat desa, sizlarga yordam berishdan iborat va'dasida turdi. Sadaqa degan rost etdi. Alloh taolo shu va'dasida rost turdi demoqchi. O'z vaqtida tahussunahum degan, taqtulunahum degan bo'ldi ekan. O'ltirib atatdinglar ularni Allohning izni bilan, ya'ni Allohning irodasi bilan. Hatto sizlar urush qilishdan fashiltum degan, jabuntum degan bo'ldi ekan. Urush qilishdan qo'rqib qolgan vaqtinglarda va payg'ambarning ish to'g'risida payg'ambarning amri buyruq haqida janjallashgan, ixtilof qilishgan chog'larda u payg'ambarning buyruqi nima desa, ash Uhud tog'ininki ustida o'q etish uchun mustahkam turishdan iborat ashada midirmay turinglar deb payg'ambar alayhisalom tog'dagi o'qiyotchilarga shunday buyruq qilgan. Payg'ambarning shu buyruq haqida ixtilof qilishdilar. Dastlabda urushning dastlabida g'alabini ko'rgandan keyin ular endi biz baribir g'alaba qilgandan keyin bu tog'ning to'pida turaverishimizni nima hojati bor deb shu tog'ning to'pidagi o'qiyotchilarniki bir qismi g'animat erishga oldirib ketib tog'ning to'pidan tushib ketgan ekan. Yana bir qismlari bo'lsa yo'q, payg'ambar alayhissalom bizni o'sha yerda midirmay turinglar degan bo'lgan ekan, biz payg'ambar alayhissalomning buyrug'i qarshi chiqsak bo'lmaydi. Nima bo'lmasin biz o'sha mustahkam turishimiz kerak deb 12 sahoba shu yerda midirmay turgan ekan. Ular faqala ba'dukum ba'zanlar dediki nazhabu faqad nusira ashabuna. Bizniki shu pastda urush qilayotgan hamrohlarimiz ular g'arbiga erishdi. G'alabaga erishdi deb shundoq unda bo'lgandan keyin bu yer turaverishning nima hojati bor degandek qaytib ketayli dedi. Ba'zanlar bo'lsa payg'ambarning buyrug'iga xiloflik qilmaymiz deb shunday dedinglar. Va asaytum va osiylik qildinglar payg'ambarning buyrug'iga. Fataraktumul markaza li ajlil g'anima. Shu tog'dagi payg'ambar alayhissalom belgilab bergan shu markazni tark etdinglar g'animatni deb deydi. Min ba'di ma arakahum ma tuhibbun. Alloh sizlarga sizlar yaxshi ko'radigan narsani, o'simi yordam, nusratdan iborat. Shu narsani ko'rsatgandan keyin, Alloh taolo sizlarga shu yordamni ko'rsatgandan keyin, sizlar mushta payg'ambarning buyrug'iga osiylik qildinglar. Osiylik qilgan vaqtinglarda degan yerda shartning javob
Şart demdi. Peni şart. İza feşiltumninki İza'nın cevabı ne bo'ldi desa dalla alayhi ma qablahu. Mushunda bo'lganliginglar bo'lgan vaqtda mana'akum nasrahu degan bo'lar ekan. Alloh sizlardan yordamini to'sdi. Dastlabda urushning dastlabida Alloh sizlarga yordam bergan. Alloh va'dasini ishga oshirganda keyin mandaq ahvol bo'lgan chaqda Alloh sizlardan yordamini to'sdi. Dalla alayhi ma qablahu degan shu boshdagi uni ilgariki shu jumla izoninki javobiga dalolat qiladi deydi. Demak bu Allohning yordami quruq xom xiyol bilan quruq gaplar bilan amalga oshmaydi ekan. Faqat amaliy harakat Alloh taoloning shu urush qilishga, jang qilishga tayyorlik qilinglar. Dushman bilan uchrashgan vaqtda sabit turinglar, kelinglar, chekinmanglar degan shu buyruqqa bo'ysungan vaqtimizda amaliy ishga vaqtimizda Allohning yordami keldi ekan. Ma oyat bizga Allohning yordamining qandoq ahvolda kelganligini o'rgatib qo'ydi. Shunga javob berdi hozir. Minkum may yuridu dunya. Sizlarning ichinglardan dunyoni iroda qilganlar bor. Dunyoni iroda qildi degan shu g'animatni demoqchi endi. G'animatni maqsad qilib Payg'ambar alayhissalom turinglar degan joyda tog'ning tepidagi shu markazni tark etdi. Va minkum may yuridul axirah. Va sizlarning ichinglardan oxiratni iroda qilganlar bor. O'simi ular shu tog'ning ustida midirmay jim turib, mustahkam turib, togi o'ltirilgan qadar ashad mustahkam turdi deydi. Abdullah ibn Jubayr raziyallohu anhu va uning hamrohlariga o'xshash. Abdullah ibn Jubayr raziyallohu anhuni Payg'ambar alayhissalom shu tog'dagi o'qiyotchilarga amr qilgan ekan. Shu bir qism sahobalar tog'ning to'pidan tushib ketgan sahobalar shu amirning buyruqiga bo'ysunmay, amirning so'ziga bo'ysunmay tog'dan tushib ketgan. Demak bu yordam degan shu Alloh va Allohning rasuliga qiling degan buyruqlarga itoat qilgan vaqtimizda, qilmang degan to'sqin nahiylardan yangan vaqtimizda undan keldi ekan. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ondan Alloh sizlardan qayturdi. Sizlarni ulardan qayturdi. Yani atfun ala javobi iza al muqaddar. Taqdir qilingan izoning javobiga at beradi. Yani Allah sizlardan yordamini to'sdi. Tövbedeki izanın cevabını mena'akum nasrahu degan toq. Yani aşağı etip ekan bu muqaddar aşu sözge. Yani Allah sizlarni yordamini to'sdi, ondan sizlarni ulardan qayturdi. Düşmanlardan tarafidan qayturdi. Yani sizlarni mag'lubiyat bilan qayturdi degan bo'ldi. Yani kafirlardan sizlarni qayturdi. Nima uchun desa liyabtaliyakum va laqad afa ankum. Sizlarni sinash uchun, sizlarning iymoninglarni sinash uchun mush orqali ixlosmand odam bilan ixlosmand emas odamninki o'ttirg'i chiqish uchun deydi. Shu maqsadda Alloh taolo sizlardan g'alabani tortib oldi demoqchi maqsad. Alloh sizlarni afv qildi. Martakabtumuhu, ya'ni sizlar o'tkazgan shu xatolikni afv qildi. Vallohu zu fadlin alal mu'minin. Alloh taolo mu'minlarga fazl egasidir, marhamat qiluvchidir. Ya'ni ularni afv qilib o'tish bilan. Xo'sh, keyingi oyatda إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذكروا ديك يعني إذ ديان أسلم الله شنا بر وقت نيكي öz vaqtida payg'ambar ey Allohning bandalari mening tarafimga kelinglar. Men Rasululloh turman. Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kiradi deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar. Buningdan keyin qulinglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'uri bosganlar uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Alloh qilmishinglardan xabardordir.
iz degan tub'iduna fil ardi haribin. Zaminda yine qaşqan holatda yiroqlashib o'tdinglar. Va la taluna ala ahadin. Hech bir kishiga bunda burilib qarabmi qo'ymaydinglar. Halbuki payg'ambar chaqirib o'tadi sizlarni, sizlarning orqanglardan. Uxrokum degan varoikum degan bo'ldi ekan. Orqanglardan ilayya ibadalloh, ilayya ibadalloh. Ey Allohning bandalari, meni tarafimga qaytib kelinglar deb ashta sizlarni chaqirib turib o'tadi. Ya'ni jangda mag'lub sahobalar Uhud g'azotida mag'lub etib uchirgan vaqtda ikkinchi qadamda ular qo'rqib bir qismlar shu qochgan ekan, shu ahvolni bayon qilib o'tirib berdi. Fa'atabakum shuning bilan mushunda qilmish qarta jazolidi sizlarni Alloh taolo g'am bilan. Ataba degan jazo degan ma'no degan savob berdi degan emas, balki jazolidi. Yine g'am qayg'u, yine mag'lubiyat bilan jazolidi. Big'ammin. G'amman big'ammin. Big'ammin degan ikkinchi big'ammin nima ekan desa, bisababi g'ammikum ar-rasula bil muxalafa. Yine payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilish bilan payg'ambarni g'amkin qilganliklaringning sababi bilan Alloh sizlarni mag'lubiyat bilan jazoladi. Ikkinchi g'ammun ya'ni payg'ambarni esa g'amkin qilganliklaringning sababi bilan degan bo'ldi ekan. Ma tafsiri binoan. Shuning sababi bilan Alloh sizni mag'lubiyat bilan jazoladi. Yin bir tafsirda nima deyilgan desa al-ba'u bi ma'na ala. Big'amminniki ba harf jar ala ma'nisi kelgan edi. Ya'ni mudoafan ala ghammi fawtil ghanima. G'animatning qo'ldan ketishni iborat g'amning ustiga hasilib shuna g'am bilan jazoladi. Yani üstiga g'am berib jazoladi degan ma'no bo'ldi. Yin bir tafsirga borgan chog'da. Bunda jazolash nima uchun desa likayla tahsanu ala ma fatakum. Sizlarningki qulunlardan ketgan narsaga qayg'urmasliklaringlar uchun va sizlarga yetgan o'tirilish va mag'lubiyatdan iborat shu narsaga qayg'urmasliklaringlar uchun. Likayladagi likayla degan harf jar hozir afoga at bo'ldi, afoga atpa deydi. Yani Alloh sizlarni afo qilibdi. Nima uchun desa sizlarning o'tib ketgan ishlarga, qulunlardan ketgan narsaga qayg'urmasliklaringlar uchun degan bo'ldi ekan. Asabakum yoki asabakumga at bo'ldi deydi. Ya'ni jazoldi sizlarni qulunlardan ketgan narsaga qayg'urmasliklaringlar uchun. Ya asabakumga at bo'lgan chog'da la likayladiki la harfi ziyod bo'ldi deydi. Ziyod bo'lganligini ma'ni chiqdi bo'lsa likay tahsanu degan bo'ldi. Yani Allah sizlarni jazoladi qulunlarda ketgan narsaga g'amkin bo'lishinglar uchun degan bo'ldi. Likayda biri tafsirda afaga mutaalliq deyildi. Yana bir tafsirda asabaga mutaalliq deyildi. Asabaga mutaalliq bo'lgan chog'da likaydagi la harfi ziyod bo'ldi ekan. Xo'sh, vallohu xabirun bima ta'malun. Alloh taolo sizlar qilayotgan narsaning hammasidan xabardordir deydi. Alloh taolo hammaga manfaatli ilm ato qilsin. O'zining kalomini, payg'ambar alayhisolamning sunnatini yaxshi tushunib, shunga amal qilganlarning qatoridan qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.